Eshitamiz. Ha. Mana hamma yaxshi tilaklar aytildi. O'ktam gapirdi. Murod gapirdi. Machkanaga yana kimdir gapirgan chiqadi. Ha. Do'stlar hisobidan gapiryapti. Shu yaxshi so'zlarni, tilaklarni hammasiga qo'shilib yo'lchiligimiz ko'p yillar davom etsa yana shu kuchimiz yetgancha oyog'imizda yurgancha deydi-ku. Iloji bo'lsa shu bardavom bo'lsin, har yili mana shunday davom etaversin. Allohimiz sog'lig'imizni beraversin. Mana shu Sharaf Jo'ramga rahmat, uning o'g'liga rahmat. Nevaraga rahmat deydi. Mana Naslihaxonga shunchalik tashkillashib shu yerda o'tiribmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin-da. Shunday ko'p gap bilmayman o'zi, nima deyishni bilmayman. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bundan orishasiz bo'lsa bu kino o'qib ketadi. Kim pashib ketadi. Hayotimizda qolsin shu. Qadabib gapirdi endi. O'qsan. Qo'g'ir qil chiqmay, iloji bo'lsa, yo'q bu hojibo demadik-ku. Birovni ko'rsatmang. Sizda aytdi-da gapni. Hojibo eng oxirida dedik. Hojibo oxirida. Meni kuyovim bo'ladi. Avvalambor hurmatli xizmatdoshlar, bo'yinsalar, dugonalar, ular hammamizga Alloh bizga shunday kunlarni nasib etibdi. Va shu kunlardan nasib etgan kunlardan bahramon olib, ziyorat, tomosha sayyohlar yuribmiz. Ular hamisha bu sayohatimiz, ziyoratimiz bardavom bo'lsin, uzilmasin. Davramiz kengaysin. Ularga mana shu yerda yig'ilgan do'stlarga, o'tirgan bo'yinsalarga, hammasiga, oilasiga, nevaralarga, o'g'il qizlariga, avvalo hammasiga esonlik, omonlik, baxt, saodat. Ularning hammasi baxtli bo'lsin. O'sha qarib biz ham shu chol kampirlar baxtli bo'lib, uzoq umr ko'raylik. Hammamizga nasib etsin, ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Rahmat. Endi bu ham gapirsam Men bir choy ustida shirin gap aytmoqchiman. Mayli. Mana shu ashula bilan. Yaxshi. Asosiy kayfiyat berib. Gitara bormi? Mana shu biz hammamiz bir armiya yo'llarimiz vaqti kelganda bir mayizda bo'lib yeganmiz, bitta sigaret 4 ga 5 ga bo'lib chekkanmiz. Aya. Hozir talashib ham bizga hech kim ayiq qo'yishga haqqi yo'q. Haqqi yo'q-da. Biz talashib o'zimizni rizq nasibamizni terib yo'qolgan odamlarmiz. Allohim mana shu bizlarga umr berib qo'yibdi. Nechta do'stlarimiz bor edi, o'tib ketdi shu yillarda. Shunda eslasam ashinaman. Ashib ketamanda Sunnat turib. Shundan eslab qolsam, yo'lga desam bor, yo'ldan chiqay, o'tirib o'zim rasm olaman-da. Shunda ajoyib do'stlarimiz bor edi. Ajoyib do'stlarimiz bor edi. Mana sunnat bor edi. Sunnat bor edi. Sunnat Ustashna bor edi. O'razali bor edi, O'razali. O'razali. Hojiboning o'g'li. Qudratov Baxtiyor bor edi. Bor edi u ham, to'g'ri. Shu yerlar o'tib ketdi. Sunnat bo'ldi. Endi Allohim bergan umrni kechiraylik. Hammamiz kechiraylik, mana shu oilamiz bilan baxtli yashaylik. Avvalambor mana shu do'stimiz mustahkam bo'lsin. Oilamiz, ro'zg'orimiz, xonadonimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Bizim ayollarimiz omon bo'lsin. Baxtimizga. Baxtimizga bitta ashula bo'ldi boya. Ana shu ashulani bizga deb aytgan ekan. Imini bizga. Ayollarimiz omon bo'lsin. Ayollarimiz bizni ardoqlasa, biz qarimaymiz, o'lmaymiz. Oley. Boyaga ashula bizga kelgan. Rahmat ayollarimizga. Sizlarga katta rahmat. Endi bir choy. bo'ldi. Endi o'chirat bilan gapiring. Kelyaptilar. Yaxshi. Hurmatli do'stlarim. Mana bugun mana shu Farg'ona, Andijon, Namangan safardan Xudoga qanday shukr, sog' salomat olib keldik. Mana bugun Jizzaxda o'zimizning yurtimizda do'stlar bilan, yaqinlar bilan birga o'tirib, mana shuni inshaalloh o'tiribmiz. Qancha gap bo'lsa. Mana shu yerda
Do'stlarim, Faxriddinjon, Obul Hoji akamiz, O'ktamjon do'stimiz, hammasi o'zining dilidagi istaklarini mana shu do'stlariga, yaqinlariga bildirdi. Iloyim mening niyatim shuki, hamisha sog' bo'laylik, salomat bo'laylik do'stlarim. Bir-birimiz bilan mehrli, oqibatli bo'laylik. Bordi keldimiz, abadiy bo'lsin. Xudo xolasa bir-birimizning yaxshi kunlarimizni ishtirok etib turishni nasib qilsin. Rahmat. Hammangizga sog'lik, salomatlik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat. Bayam uchinchi ham kelsin. Rahmat do'stlarim, rahmat. Hamma uchun rahmat. Men yana bunday rahmat Sirojin nevaramga katta rahmat aytaman. Nevaramizga Sirojin nevaram. Sirojin nevaram Xudo xolasa farzandlariga yaxshi to'ylar qilsin. To'ylarda eng aziz mehmonlarimiz o'tiraydi. Rahmat. Rahmat. Endi sizda. Bitta iltimosman, kechib kelmang. Ey, o'sha kuni kechib kelmang. Ana shu kuni Basi kuni ruxsat. boshqa kuniga ruxsat. Endi uncha so'zga uncha yo'qman. Shu safarga sog' salomat borib keldik. Hammangizga rahmat. Sog' salomat bo'laylik. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Nima niyatimizsin, niyatimizga erishak, bola chaqaning ko'zlarini ko'rak. Avvalambor men do'stimning bilan Mo'yinsanga katta rahmat. Mana shu insonni voyaga yetkazib, shu darajaga yetkazib, bizni shu yerga, shuncha yerga olib borib kelgani uchun shu bolaga katta rahmat. Sog' salomat bo'lsin. Ishning rivojini bersin. Rahmat. Endi so'z navbati Aytdim. demak endi ayollardan dayin. To'xtang endi turamiz o'zi nima yaxshi tilak bildiring. Onasi bitta aytay. Yo'q, shunday ketadi-da, shuni boshdan. Bir boshdan. Aziz jo'ralar, deganajonlar, mana shu hammamiz ziyoratlarga sog' salomat borib keldik. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin, murodimiz hosil bo'lsin. Hammamiz o'ynab turdik. Xo'jayinlar olib borganiga minon shukr. Nasirajonim bosh bo'lib hammamizni olib borib keldi. Ishqilib yaxshi sog' salomat borib, sog' salomat qaytdik. Hech qachon yomon bo'lmaydi. Mehr oqibatimiz hech qachon uzilmasin. Buni deganajonlarim tez-tez sog'inaman, tez-tez uchrashishga nasib qilsin. Shunday o'g'il yetkazganda sizga ham rahmat. Endi shoshilmaydi. Ishqilib xo'jayin nimaga desa olib borishni yetkazishni Alloh. Rahmat. So'rab olmasam Men nasib aytmadi. Namang ular. Ey, mana shuncha yil hammani havas keladi doim ana qilaman. Yo televideniyada yo bironta blogersa ko'rsaydi deyman dadasiga. Shuncha yildan beri shunchalik qilib yuribsizlar. Birinchi marta dadamizga rahmat, keyin tashkilotchilarga rahmat, Sirojjonga rahmat. Alohida rahmat, hajga aytaman. Rahmat sizga. Doimo shunday bir bo'linglar, bitta ishni aytaman. Aziz asrimizning aziz o'g'illari, aziz odamlardan so'raydi qadrini. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Mana umr daftarlarini yana bitta kuni deydi. Rahmat, Azizxon. Men hamma gapga qo'shilaman. Har doim shu o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Ham shu tashkilotchi insonlarga katta rahmat, Sirojjonga katta rahmat. Ko'p qator she'r bilan Hamisha sog' salomat yuraylik. Farzandlarimiz rahmat. Ey, rahmat go'zallar, ko'p qator she'r bo'lsingmi bo'lmasa? Mayli, erta yetib keladi. Mayli. Hammaga rahmat, hamma sog' salomat o'ynab kulib borib keldik. Sirojjonga ham birinchi o'rinda rahmat. Hammalarimizga rahmat. Jamoada yangi shunday alilar bardavom bo'lsin. Hammamiz oilamizga tinch, omon borib, yana bolalarimizga nima desam, taqdirlarga baraka berib, yana bundan ham katta-kattalarga jo'natib bersin. Ularning fe'llari sog' bo'lsin. Xudo xo'jadan hamma ularning duosida bo'laylik. Hammalaringizga rahmat. Yerim baba o'qing ala degan bizlar. Pas ketmang. Mana qarang, siz nurg'oyga borgan
Hammalaringizga rahmat. Oqibatlaringiz yaxshimasin. Xonadonlaringizda fayz baraka arimasin. Hey. Sirajga ham rahmat, Siraj. Rahmat. Makka Madina turib duo qildingiz. Ko'zlarim bilan. Sizlar uchun duo qilaman. Kamida oldida duo qildingiz. Sizga men ardoim rahmat deb aytaman. Qarang ko'pchilik deb. Boshingiz omon bo'lsin, Bo'lsin, baraka bo'lsin bizlarga. Hojana uka. Nevara emas uka. Ukam ham Nevarasi bo'laman. Aytanga. Qanday? Ukam de. Nevarasi bo'laman. Ana shunday. rahmat Hoji bu qo'chchasi bo'ladi. Rahmat. Mana endi oxiri kerak. Ayting, turib ayting sizlar. To'rt go'zali. Go'zal. Sherim. Doim shu 80 ming, 70 ming odam bor. tashkilotchilara rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hamma yaxshi kunlarda barishib o'tirqaymiz xudoyim. Xorazmga boringlar. Surajjon bo'lsin. Das. Yaxshi, rahmat. Yana 8-malik kuting. Mana Surajjon boradi. Yaxshi. Rahmat. Rahmat sizlarga hammangizga. Hamma shahovatlar. Mana. Endi hurmatli xizmatdoshlar, hurmatli do'stlar, bu diydor shirin degani mana shu bo'ladi. Mana qarang, shuncha qizlar, shuncha ajoyib ayollar qayerda edi, biz qayerda edik. Mana qarang, Navoiy viloyati. Oddiy misol. Qoraqalpog'iston, To'rtko'l. Eng qiziq joyi bitta joyi bor. Eng qiziq joyi. Men Jizzaxda yashab turib, ochchi qayerda ekan bilmas edim. Mana. Hoji buvam. Mana. Mening hoji buvam bo'ladi. Armiyadagi mening zavskilatim bo'ladi. Mana. Shunsa men nima qilib bergan bo'lsam, mana shunga saqlagan inson mana shu bo'ladi. Biran bittasi agar birani shunday joyga shiritgan bo'lsa, mo'yni so'rib olganman. Bunga javob. Men bu gap bilan demoqchimanki, do'stlar, mana quroldoshlar Faridni yaxshi biladi. Faridni ham yaxshi biladi. Usmon Turum yo'qmi? Eng bo'lmasa, ana bo'lmagan joyda plashakka bir-birini to'qishib bir-birini to'ylashar-da, ayb tovardik. Endi bu davrada ayb tov bo'lmaydi. Eng ajoyib insonlar o'tiribdi. O'ktamjon, to'g'rimi yo'qmi? Mana qarangki, shunday ajoyib kunda, shunday ajoyib davrada yashayapmizki, dunyoda bizga nasib etmasa vodiy qayerda? Qoraqalpog'iston, misol. Yoki bo'lmasa Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm qayerda? Shu kunlar bizga nasib etdimi? Shu kunlarga Xudoga ming qadar shukr qilamiz. Kim nima desa deybersin. Lekin men bitta gapim bor. Dunyoning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar diydordan bo'lolmas ustun. G'am qissa yig'ilsa butun, baribir do'stlar diydordan bo'lolmas ustun. Kim nima desa desin. Mening bitta ajoyib gapim bor, buni aytaman har davrada. Qasqigan past bo'lsin, yerim yaxshan bo'lsin. Hammaning uyida to'y bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat. Ha, endi kim qolyapti yana? Yana bitta hoji bolam, to'g'risin. To'xtang. Mana qarangda. Hoji bu aytdilar, oxirda dedilar. Men savol berdim, kim qolyapti gapirdi. Hoji bu. Rahmat baba. O'zingizda aman odam emas. O'zim bilaman. To'xtaymiz bir bot. Mayli men do'stlar. Qisqa qilaman. Uzr. Dunyomiz tinchsin. Hammamizga sog'lik salomatlik bersin. Boshqasi kerak emas, biz o'zimiz topib yeymiz. Hamisha ana shunday mana bugun vodiyda aylanib keldik. Ana shunday aylanish
80, 100 yoshlarida hastaman bilsa, Nasib etsin. Nasib etsin. Rahmat sizlarga. Yana bitta qarating. Avvalo uzr so'rayman. Ana shu vaqtda xo'jam siz bosh bo'lib yuring. Rahmat. Hayır, rahmat. Bana yo'q, bak bir nima demoqchi. Ha. Hay. Alga. Sen o'tirishlarni o'zimiz uchun vaqtimiz çok berasiz. O'zimiz sizlarga emas. Mayli. Faqat kim bilsa turursin. Ha? Bitti. Yo'q, mayli. Marhamat. Tinchlik xatirlarimiz to'y tomosha xushlanib bo'lsin. Allohim shu qilgan ziyoratlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Ketayotganlarga, safarga ketayotganlarning safarlari bexatar bo'lsin. Yo'l omonchiligini bersin. Kim yo'l yuradigan bo'lsa, hammaning ishiga rivoj. Kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga Alloh yetishsin. Avvalambor shu birinchi o'rinda shu Siroj o'g'limizga katta rahmat. Rahmat. Shu Sirojni o'stirgan sizga ham, Nasibaga ham katta rahmat. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Allohim shu Sirojim o'z qo'shgan undan qo'sha qarisin, farzandlarining baxt kamonini ko'rsin. Shunday bo'lsin, rahmat. Sog'lik soliha, qori qariga farzandlar ataysin. Sizlarning duolarimda olib, duo berib turinglar, sizlar ham shu bosh bo'lib, shu farzandlaringga shu hamisha bizdan birgalikda mana shu bosh bo'lib yuribdi, bizni olib borib yuribdi. Va biz hammamizning boshimizni biriktirib, qayergacha olib borib kelyapti. Ishiga rivoj. Bundan yaxshi mashinalar minsin. Hajga olib borsin o'zi aytmoqchi. Hajlarga ham olib borsin. Niyat shunday kunlar nasib qilsin hammamizga. Nasib qilsin. Kim nima niyat qilsa niyatiga yetishsin. Allohim hammamizga tinchligimizni, salomatligimizni bersin. Farzandlarimizning baxt kamolini ko'rib yuraylik, nevara-chevaralarga bosh bo'lib yuraylik. Duogo'y bo'lib yuraylikda. Rahmat. Xonamiz ochiq bo'lsin. Davramiz kengaysin, hech qachon kamaymasin. Uyga marhamat. Rahmat. Uyda bir bilan choy bormi? Rahmat. Telegramga tashlayman hammasini. Ya tashabbuy bo'lmaydi bo'lmasa. Yo'q, tashab. Qayt bo'ling. Kelasizki, ko'milda tushamiz-da. Bo'ldi. Mana Usmonov ketdi. Bari. Mana shu yerda bitta. Xonada.